Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga YG Entertainmentning yangi debyut qilmoqchi bo'lgan gruppasi haqida ma'lumot beraman. Qanunda biz boshladik. Bu YG Entertainmentning yangi Next Monster guruhi haqida. Hozirda rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, YG Next Monster nomi ostida yangi guruh tayyorlangani haqida mish-mishlar yuribdi. 10-iyun kuni release teaseri YG Next Monster gruppasida chiqdi va uning birinchi a'zosi Eveli Nasiblidis qo'shig'i bilan debyut qildi. Keling unda YG Next Monsterning birinchi a'zosi hammamizga ma'lum bo'lgan Eveli haqida ma'lumot berib o'taman. Eveli 2010-yil 29-mart sanasi kuni Avstraliyada tavallud topgan. Bu idol koreys tilida, ingliz tilida va ispan tillarida bemalol so'zlasha oladi. Hozirdagi guruhdagi pozitsiyasi raqs va rap. Bugun YG Entertainmentning rasman kanalida YG Next Monsterning ikkinchi a'zosi debyut qilish haqida aytgan va 8 soatdan keyin YouTube kanallarida o'sha ikkinchi a'zosini yangi chiqishini tomosha qilamiz. YG Entertainmentning rahbari YG Next Monster haqida ma'lumot berayotgan bir paytda Blackpink haqida ham aytib o'tdi. Ya'ni bu tafsilotlarda Blackpink haqida hali hech narsa deya olmayman. Hozircha men YG Next Monster haqida gapiraman dedi. Azizlar, hozircha menda shu ma'lumotlar edi va bu videoning ikkinchi qismini hali ham chiqaraman. Sizlar bilan men Yona Kim bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.